Furqat tumanida haydovchining xatosi bilan sodir etilgan avtohalokat afsuski ayanchli yakun topdi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, haydovchilar unutmang, yo'l harakat qoidalariga amal qilmaslik mana shunday nihoyalanishi mumkin. Men Qo'qon tarafdan nima tarafga uyimga ketib turdim. Xo'sh. Men svetofor ham yashil edi. Batdan ikkita mana Damas'lar arqama-ketdan kelib qolishdi. Kelib turib, oldida mashina tormoz berishdi. Baq undan olib qochaman deb baxt tormoz berishdi. Keyin mashina kutib aylanib turib, meni yo'limga o'tib ketib qolishdi. Ushbu holat Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi rahbariyati va keng jamoatchilik ishtirokida muhokama qilindi. Albatta, rul boshqaruviga kirishgan har bir inson avvalo o'zini va boshqalarni hayotini xavf ostiga qo'ymasligi lozim. Bu mudhish holat nafaqat Farg'ona viloyati, respublikani larzaga keltirdi. Texnika bu temir bu. Uzoq yil o'sha shu haydovchilik kasbida ishlaganlar ham 100% men texnikani to'liq boshqara olaman deb kafolatlanmaydi. Muhokama markazida hodisaning sabablari chuqur tahlil qilindi. Kelgusida bunday holatlar takrorlanmasligi uchun mutaxassislar takliflari, tavsiyalari tinglandi. Ishtirokchilarga bu kabi yo'l transport hodisalari ortida inson taqdiri, ularning yaqinlarini iztirobli kechmishi borligi tushuntirildi. Yo'l harakati qoidalariga amal qilsak, mana shunga o'xshagan mudhish voqealardan oldin olingan bo'ladi. Muhokama yakunida tadbir qatnashchilariga mazkur ko'ngilsiz holat saboq bo'lishi kerakligi, yo'l harakati qoidalariga doimo amal qilish lozimligi, aks holda mana shunday ayanchli hodisalar yana sodir bo'lishi mumkinligi yetkazildi.